yozuvchimiz Rahmonjon Ovut O'zhal yaqinda bizning san'at yurti teatr klubida o'zining ijodiy milliy tusga, milliy xoslik ega bo'lgan naqsha muzika kechiligini o'tkazmoqchi. Men bu yerda keng tomoshabinlarning yoqtirib, har qaysi jihatdan qizg'in olqishlab, quvvatlab qo'llashini umid qilaman. Shundaqla bu inimizning naqsh usul kechiligining muvaffaqiyat bo'lishini tilayman. Rahmat sizlarga. Bunu müzikasını özü çaldı bu. İcat kıldı, okudu, özü şiirini yazdı. Sonra şu Rahmanjon akamның hakiki yüzüge təvə bir sanat keçirgide çoxun biz yaxşı məni özü ala alayman deb qarayman. Enim Rahmanjon Ovut O'zhal ukam sana muvaffaqiyatlar tilayman. Çoxu xalqning ko'nglini yaxshi ala alaydiganligiga chin qalbimdan ishonman ukam. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Men şu 3. ayının 28. günü, 29. günü o'tkaziladigan Rahmanjon Ovut O'zhal inimning naqsh ijodiyat kechiligini qizg'in tabriklayman. Rahmanjon Ovut O'zhal bilan bizning hamkorligimiz bundan 10 yillar burun kechalmayman seni vatan nomidagi she'rlar orqali biz o'zimiz hamkorligini boshlagan hozirgacha yetalmadim atamga yaqinda tomoshabinlarni yuz ko'rishga. Bu qatim Rahmanjon Tuvanda keng xalq ommasining turmushiga cho'kish jarayonida to'plagan hissiyotlarini yana o'z she'rlariga singdirib, naqshlarga singdirib, bir ishki maydon do'klat uyini qo'shiq taraddud qilyotdi. Bu kechilikning xalqning o'ziga tetigidek yaxshi bir ta'mdagi san'at kechiligi bo'lib chiqishiga chin dilimdan tilakdoshlik bildiraman. Muborak bo'lsin Rahmanjon, ijodiyat yo'lingizga yana davomli zo'r muvaffaqiyat tilayman. Rahmanjon O'zhal, naqsh kechiligingiz muhta, baramay qoldik, muborak bo'lsin. Rahmat. Ko'p rahmat aytamiz. Xo'sh, Rahmanjon Ovut, boshqa gapni qo'yaylik. Sahnani yana davomli sana tashlab qo'ymoqchiman. Ya'ni yaxshi tilak so'zlaring, algi bo'lgan yaxshi so'zlaring bo'lsa, davomlashtirib, kuylaringni davomlashtir. Marhamat. Kechalmayman seni debetden yezilib bir 10 yillar o'tgandan keyin bizmi mush insoniyatga o'rtaq bo'lgan bir temalar ustida bir izinib baqsaq degan umidda yer shari degan bir naqshini yezib, oxirida buni inimiz Erfan 3 xil tilda aytib chiqdi. Yani şu kechalmayman seni debetden asli shuncha uzun yillar burun yezilgan yana bir o'zimizning xiyolida hamda vatan degan bir naqshini yezishni ümit qildik. Buni nurg'un odamlar anglasa bir muhabbat naqshi ekan deydi. Şu muhabbat naqshi to'g'ri bu. Bu muhabbat naqshi vatan degan muhabbat naqshi. Marhamat. Sende dur, gönlüm aramim, sende dur, söygüm kararim, sende dur, sen bulmasan çıkmaydı belki ay kuyar. Sen de dur veslim muradim, sen de dur. Sen bulmasan çıkmaydı belki ay kuyar. Sen de dur veslim muradim,
sendedur. Sendedur gözüm hiyalim, sendedur, sendedur beslim baharim, sendedur. Sen benim zulmetimde şam çırağı, sendedur tacım tumarim, sendedur. Sen benim zulmetimde şam çırağı, sendedur tacım tumarim, sendedur. Sendedur barret varim, sendedur, sendedur bektim zavalim, sendedur. Bu hayat söyler bayanim, sendedur, sendedur derdim salamim, sendedur. Bu hayat söyler bayanim, sendedur, sendedur derdim salamim, sendedur. Sendedur derdim salamim, sendedur. Rahmet kızlarım, rahmet. Endi dostlarımızla Şohrat Nakşılar'ın Şirincan degan nakşını taqlamasak, marhamat. Çok o'tirasizlar. Attım deryağa şirin canım ey, Leylemeydu çökmeydu şirin canım ey. Alma attım deryağa şirin canım ey, Leylemeydu çökmeydu şirin canım ey. Seyyarımın utları şirin canım ey, Yalpılaydı ötmeydu şirin canım ey. Seyyarımın otları şirin canım ey, Yalpılaydı ötmeydu şirin canım ey. Şirin canım ey, şirin canım ey, şirin
olaydı şirin canım canım ey şirin şirin canım ey şirin şirin canım ey şirin şirin canım ey şirin canım 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 canım ey. Xo'sh azizlarimiz, endi sahnimizga sizlar uchun salom chiqadigan yana shundaqlar Rahmonjon Avut O'zhal yigitimizningki aka og'inisi ham shundaqlar qarindishi o'ziga xos uslubda yangiliklarni yaratib kelayotgan kompozitorimiz ham naqshchimiz Zohir Burxon apandini sahnaga taklif qilmoqchiman. Qani, marhamat kutib olaylik Zohir Burxon. Assalomu alaykum. Qadrli inimiz ham do'stimiz Rahmonjon Avut O'zxonning kechiligiga qadam tashrif qilgan qadiminglarga marhaba. Bugun kecha sizlarga xushallik yor bo'lsin aziz do'stlar, qarindoshlar. Hamda meyaga chiqqan ekanman, men bir ikki yil tabrik so'zi qilishim kerak. Rahmonjon Avut O'zhol mening yaxshi do'stim, ham qadrli inim. Bizda shu naqshi musiqa sohasida Rahmonjonga o'xshash she'rini o'zi yozib, musiqasini o'zi yozib, o'zi o'qib ham o'zi chelib kelayotgan odamlar bek az. Mushundaq inilarimiz ko'proq chiqishi kerak. Chunki hammani o'zi yozganda ondan yuragidagi so'zni o'ngishliq deyalaydi. Mening qarashimcha bir naqsh kechiligi shu san'atkorning ideyasini, ruhiy dunyosini, dunyo qarashini aks ettiradigan bir so'rin deb o'ylayman. Meni bugun inimiz Rahmonjon Avut O'zxonning qalbini ko'rdik, ruhiy dunyosini ko'rdik, dunyo qarashini tushundik. U bizga o'zining dunyo qarashini taqdim etdi. Men bu dunyo qarashga jo'r bo'ldim. Endi Rahmonjon Avutning bundan keyingi san'at hayotiga muvaffaqiyat tilayman. Song